Bu neyme? Çaşkan doğrusu ekan go. Buni qandaq alding? Degine. Abba. Men endi ya manga basam. Ya sizlarga yordamlashamsam. Endi bu ahvolda qo'limdan nima ish keladi? Men bir ömür mushundaq chaqliq o'rindiqda yetib ketam deb, abba. Bundoq yashaganimdan nima ahamiyati? Neyme? Sen sarang bo'ldingmi balam? Atang ishkimizni o'lsin demsen. Biz seni davolatdimiz, saqaytimiz deb shuncha tirishyotsaq. Sen nima qilib yuraysan? Mening sizlarga bir ömür yük bo'lib qolg'im yo'q, abba. Yo'q balam. İşkinci bundaq ahmiqona xiyollarni qilma. Bildingmi? Navodi sana. Bir kelishmaslik bo'lib qolsa, atang ishkimiz yaşamaymiz canım balam. Abba. Ümit var bol balam. Çoğ dadang deydi o. Hayatlık en kadirlik adamlarni mushundaq ig'ir sinoqlar bilan sinaydi deb. Bu sana kelgan bir kelishmaslik. Ammo cho'qim saqayib ketsan canım balam. Manga va'da be. Endi hergiz bundaq bo'lmag'ur xiyollarni qilma. Canım balam. Köp qismliq ovozliq asar. Reallikqa aylangan kuch. Birinci qismi. Hayatlık, əzəldilikan qursaq. Mən bu sözünü tulum yaxşı görmən. Bu söz her anlayan kişiге çeksiz xatircamlik, kişilik ümit ata qilib, hayatqa çonkur muhabbet uyg'otadi. Her bir kişinin hayatı bir hikaye, bir kitap. Meyli bay bolsun, yoki yo'qsil bolsun, meyli aqil yoki nadan bolsun, o'xshashla basqan kechmishlari her kimning o'xshashmaydi. Talay qismatlar, talay achchiq kechmishlar mujassam bo'lgan ashu hikoyalarni o'qiganda ibrat ilishga tegishligidan ibrat ilish, huzurlangudikilerden huzurlanish, esillerden ilham ilish kerak. Agar onda qilolmasak, bizning bu hayotimizda ne ma'no? Men shunda qildim. Qisqagina yoshlik hayotimda eng cho'nqur talpinish, eng go'zal arzu, eng chin muhabbatim bilan hayotga yuzlanib, umid shamlarimni o'chirib qo'ymay, turmushdan eng go'zal ilhomlarni elib, yoshlik izlarimni xushbiroq kunlar bilan bezashga tirishdim. Hayotning zimiston kunlarini ko'rgan kishilar hamon bir kuni bahordek kunlarga erishadi ekan. Qalbi muz tutgan kishilar bo'lsa, hamon bir kuni muhabbatdan eriydi ekan. Mangu ichilmaydi degan sirlarmi izlanishlar ichida oxiri ichiladi ekan. Men bu haqiqatni tushunib yetganimda o'zimni bu hayotdagi eng baxtli odam ekanligimni his qildim. Hayot batlarimni varaqlasam, oningda chidog'siz azobli kunlarmi, umidsiz qora tunlarmi o'tibdi. Ammo hayotlik yanala marhamatlarini mendan va oilamizdan ayamabdi. Biroq ashu umidsiz qora tunlarda o'zimga to'xtamay savol tashlaydim. Unsiz yig'laydim. Chunki men amdila 12 yosh chig'imda hayotimdagi eng og'ir qismatli kunlarni kutib olgan edim. To'liqsiz o'tira maktabning 2-yilligida o'qiyotgan chog'larim edi.
bir qatimliq hodisada qattiq yiqilib tushib, o'rnimdan turolmas bo'lib qoldim. Ko'zimni ochganimda doktorxonada yetibdiman. Hoshimga kelib, ko'zimni ochganimda qo'limga asmakul issiqlik turardi. Shundala o'zimning doktorxonada ekanligimni bildim. Apamning ko'zlari yig'idan eshib qizdirib ketgan. Atam bo'lsa, uyqusiz ko'zlarini qayta yug'an ichib, yanimga kelib ahvolimni so'rdi. Men ularni ansratmaslik uchun hech ish bo'lmaganligimni bildirib qo'yay deb, o'rnimdan turmoqchi bo'lib, putlarimni midiriltamay qoldim. Har qancha qilsam-mu, putimda hech qanday sezim, inkas yo'q edi. Qo'rqinimdan yig'lab ketdim. Apam bu ahvoldan cho'chib, avval meni basildi. Ondan doktorlarni chaqirdi. Doktorlar meni umumyuzlik tekshirib, belimning tuvanki qismining nemiska sezmas paralish bo'lib qolganligining sababini tushuntirdi. Doktorlarning deyishicha, mening tenimda og'ir darajada kamqonlik bor bo'lib, qattiq yiqilib tushgachga so'ngak so'nmagan bo'lsa-mu, dast ketgan. Hamda yo'lun yer bilan og'ir darajada zaxmlanib, hozirgi paralishlik ahvoli kelib chiqqan ekan. Ana shu kundan e'tiboran mening qabahatlik kunlarim boshlandi. Xuddi qanotidan ayrilgan qushdek bekli bechora bo'lib qolgan edim. Bir mezgil davolangandan keyin doktorlarning ko'rsatmasi bo'yicha doktorxonadan chiqib uyga qaytib keldik. Biz uyga qaytib kelib uzoq o'tmay, ikkinchi oymi kirayli deb qolgan edi. Bizning turpan pichan taraflar bara-bara elishga boshlagan bo'lib, mening bekli sirtlarga chiqqan bo'lsa-mu, ammo amalsiz edim. Uydagilar meni zerikib ketmasin deb, bekla ko'nglimni istaydi. Atam bilan apamning bargancha meni xuddi 2-3 yoshlik bolaga o'xshash erkilatib, bekla jabba chekayotganligini his qildim. Chunki men qachon yiqilib tushdim, ana shu kundan e'tiboran atam bilan apamning kunduzlari biror qatim aram ilib uxlab boqqanini ko'rib boqmagan edim. Bir kuni kechqurun televizor ko'rib maktab qaptiman. Tuyuqsiz qo'lqimga apamning shig'ilgan ovozi anglandi. Bu bizga nima kelgulik otisi? Kelishmaslikning hammasi bizning beshimiz xili kelamdigandu. Apamdan ayrildi. Atamning bo'lsa yurak kasali. Endi mushu kenji balamiz bo'lsa-mu, sog' salomat turib bergan bo'lsa, qanday yaxshi bo'lar edi. Sabr qilinglar, opsi. Bala qazo ko'rilib kelmas. Put qo'lini sangiltib deb, bu qazo balamizga kep qapti. Saqib keta. Ko'ngillarni yerim qilmanglar. Yo'q, men qandoqmi o'zimni tutib olayman? Bir sog' bola bir yiqilib yamayib bo'lib qolsa, men qandoqmi azoblanmay? Siz er kishi bola tug'ib boqmag'ashqa, mening bu hisiyatimni tushunmaysiz. Bechora bola. Texi endi 12 yoshdan oshgan tursa, bolasining yiqilganini ko'rish bir ona bo'lg'uchi uchun qanchalik azobli ekanligini bilamsiz. Hey, bu nim degininglar? U menga o'gay emas. Men uning o'z otisi tursam, sizlarcha men azoblanmabdiman-ma? Mening kech kunduz ham andisham mushu bolada. Bolamizni davoltib saqaytishda. Buning uchun qanday badal to'lsam mayli edi. Hamma o'ylaganlarimni teshimga chiqarib yurishim kerakmidi? O'g'limizni hargiz bundoq tashlab qo'ymaymiz. Oxirgacha davolatimiz. Ma'qul, shunday qilaylik. Barcha mal-bisotimizni satsaqmi? Cho'qim oxirgacha davolataylik. Bo'lmasa men tegishib ketaman. Ma'qul opsi. Men shunday o'ylayman. Bo'ldi. Endi yig'lamay, do'ringlarni yeb uxlanglar. Apam do'risini yeb bo'lgandan keyin chiroq o'chirildi.
Məşdiki kuyuyatqan otning jo'riqi, məşning eg'iz tüşüklerinden uyning to'risiga tinimsiz harakatlik holati tushib turadi. Men ana shu kecha tunji bo'lib ota-onamga naqadar ig'ir g'am ham yuk bo'lganligimni his qilib, kechicha azoblanib yosh to'kib chiqqan edim. Putumni hech bir midiltamaydim. Belimning osti hech nimani sezmagachga tamga yoki orqamga yostiq tirab qo'ymasa o'ltirolmaydim. Cho'ng kichik hojatlarga mo o'zim chiqolmaydim. Mendagi bu qiyinchilikni, ota-onamga solgan bu ig'irchilikni til bilan ifodalab bergili bo'lmaydi. Xijil bo'latdim, yig'laydim. Yig'lashdan boshqa nima amalim bo'lsin? Bundaq chog'larda otam biz degan sening ota-onang to'la ortiqcha o'ylama, bo'lmasa ochiqlab qolaman juma deb terkibni qo'yatdi. Amaliyotda bu terkish menga shunchalik tatliq gap bo'lib tuyuladiki, nimali ish bo'lsa yanında mana biz ba degan ma'noni bildiradigan bo'lg'achqa yuragim bir xil larzaga kelib ko'zlarimga yosh olatdim. Otam yana ko'z yosh qilsam xafa bo'ladi. Biroq menga kelgan bu qismatlarga men barg'ancha ko'namay yotdim. Ko'nalmadim emas. Ota-onamning tortayotgan jabolarga, azoblarga chidamay yotdim. Shunga mundaq yig'lasam, otam bilan opamning xafa qilib, ko'ngli yerim bo'lib qolmasin deb, qo'limga kichik tog'am akilib bergan jurnallarni ko'rgan bo'lib yig'lab olatdim. Bundaq chog'larda ular "Sanga nim bo'ldi?" deb so'rab qolsa, hikoya vaqaligi behli ta'sirlikkan deb qo'ysam, ularmi ortiqcha gap qilmaydi. Ularning mening ko'nglimning shuncha yerim bo'lgan holatni ko'rsa, behli azoblanganligini bilib, amal bor har kuni xushal, g'amkin qiyofatga kirib oldigan bo'ldim. Biroq bu kunlar zodi qachongacha davomlasha? Men zodi qachongacha chaqliq o'rindiqda o'ldiraman degan hasratlik savollar qalbimda to'xtamay yangraydi. O'zimning zodi nimishqa bundaq qismatga yo'liqqanligimdan zorlanatdim. Ba'zi kunlari shuncha xushal bo'lay debmi xushal bo'lolmaydim. Bundaq chog'larda otam bilan opam bek azoblanadi. Menga tasalli berib demagan gaplar qolmaydi. Yazning issiq kunlari boshlangan bir kuni ko'nglim to'limi yerim edi. Anam meni yulab orqamga yostiq qo'yib, menga alaydan yasatgan kichik ustalga tamoq akeldi. Opam men eng amriq tamoq polo etgan edi. Ammo ko'nglim shunchalik yerim bo'lg'achqa tamoqqa faqatla rayim bormadi. Kela balam, tamoqing sovib qolmasin. Dori yeydigan vaqtingmi bo'ldi? Apa. Men mushundaqla o'tib ketamanmi apa? Har kuni doktorxonaga beryapmiz. Kunda ukol uryapti. Hech bir unumi bo'lgandek qilmaydi. Doktorlar meni saqlaymaydi dedimi? Apa. Yo'q balam, doktorlar seni bir mezgil davolansalar, cho'qim yeni mang'alaydigan bo'ladi dedi. Herkes ko'nglingni yerim qilma. Doktorlar seni tamoqni vaqti-vaqtida yesin, yaxshi orom olsin. Badanida oziqlik yetishmaslik, kamqonlik ig'irgan deydi bolam. Ig'ir masala yo'q, ansirma ha. Sen doktorlar degandek tamoqlarni ko'proq yeb, dorilarni vaqtida yesang, sendagi kamlab qolgan qonlar to'liqlansa, asta-asta mangadigan bo'lasan bolam. Yana texi burunqidimi bakrak yuguraladigan bo'lasan. Herkes ansirma balam. Ko'nglingni to'xtat. Atang to'g'ri deydi. Mana qara. Yeningda atang ishkimiz bor. Jenim balam. Kichik turibla. Og'riq dardini tortib ketdim. Ko'nglingni herkes bozma. Hamma ishlar yaxshi bo'lib ketadi, jenim balam. Apa. Apa.
Har qatam meni shundoq yig'i tutqanda, opamni tang eqib ketadi. Bag'riga chang besib, beshimni silab, yenish-yenishlab, mening hargiz umidsizlanmasligimni aytadi. Cho'ng opam olamdan o'tgandan keyin, opammi opsiz qolg'achqa, mening bu dardlarim qo'shilib, behla yodab ketgan edi. Cho'ng dadam arlab uyimizga kelib turadi va menga hech qachon hayotlikdan umid uzmaslikka undaydi. Ha, balam. Jahonning hikmatlari ko'p. Qish ketgandan keyin bahor keladi. Bir ofatdan keyin bir omad keladi. Hayotdan hargiz umid uzmasligimiz kerak. Cho'l jazira jangalliqlardimi, suv bo'lmagan sharoitda, yantoq, yolg'on, chakanda to'g'riqlar büyük biriqsan yashayverdi. Ular qandoq yashaydigando deb hayron qilishimiz. Ularmi hayotga jang e'lon qilib, suv bo'lmasa, yer tegidagi suv bor joygacha yildiz tortib, oxiri hayotlik naqsini yangritib, mag'rur yashaydi. Biz degan inson hikmatlarni cho'qim tushunishimiz kerak. Esingda bo'lsinki, hayotlik eng qaysar, eng irodali kishilarga jahondagi eng og'ir sinoqlarni, hech kimga bermagan azoblarni berib sinaydi. Cho'ng dadam doim mushundoq so'zlaganda, men xuddi o'zimni rostilla ashu chakanda yantoqlarchilik bo'lamasmanmi deb o'ylaydim-yu. Ammo o'zgartgili bo'lmaydigan reallik oldida yanala ojiz edim. Opamning ba'zi chog'larda yep-yangi ishlarini qilib o'tib yoki tomoq etib o'tib yig'lab ketganligini ko'rib jiddiylasib qolatdim. Nima ish bo'lganligini so'rasam, cho'ng opam oqshom tushimga kirib qoptikan desa, ba'zida piyozning achchig'i yomon deb qo'yatdi. Ammo men bilatdim. Biz 5 balni tug'ib, talay jafolarni tatgan opamni piyoz hargiz shig'ildanmaydi. Cho'ng dadam menga umid tasalli berib qolmasdan, opamning ko'nglini yasab, opamni yig'idan to'xtatdi. Ko'nglini buzma, jinim qizim. Yusufjon teha kichik, yosh. Uning ustiga, uning boshpana, mana biz ba, qon qarindoshlaring ba. Hayotlikning marhamatlari cheksiz. Hayotdan cho'qim umidvor bo'lib yashash kerak. Chunki hayot qismatlarda ikki ko'zdan ayrisimi, hassidan ayrimaydi. Qancha umidvor bo'lsanglar, hayotmi sizlarga umid bilan boqadi bolam. To'lima hayron qolatdim. Cho'ng dadam garchi maktabda ancha yuqori o'qiy olmagan bo'lsa-mu, ammo xuddi danalardekli so'zlaydi. Cho'ng dadam allaqachon 60 dan oshgan bo'lsa-mu, shuncha tetik, xushchaqchaq edi. Yurtdagi cho'ng kichik hammasi cho'ng dadamga bekli amroq edi. Hashbashtigacha yozliq ta'til vaqti to'shib, o'quvchilar ta'tilga chiqdi. Yaqin qo'shnimiz Oblikim To'xta akaning 3-o'g'li Sharpidan hamda yaqin do'stim Hasanjon amdi kun bo'yi degida kiyinimga kirib, men bilan halmon qilishadigan bo'ldi. Ular uyga kirsalar, olamchi xushallik qoplaydi. Ulardan suyunatdim, xushal bo'latdim. Ularning qaytib chiqib ketmasligini umid qilatdim. Chunki do'stlarim chiqib ketsalar, meni yana g'ayriblik bosatdi. Otam bilan opam meni davolatish uchun do'konni tuzuk ocholmaydigan bo'lib qolgan edi. Ta'limga ta'tilda ikkinchi akam uyda bor bo'lg'achqa, otam bilan opam xotirjam etizga bora oladigan bo'lgan edi. Ta'til bo'lib bir oydan keyin ikkinchi akamga Turpan viloyatlik tibbiy maktabdan 3 yillik o'rta texnikum kasbidan chaqiriq keldi. Bu garchi xush xabar bo'lsa-mu, ammo otam bilan opamning beshini qottirgan edi. Bolamizni to'liq o'rta maktabda o'rgatib o'qitamdiq ya. Ha, qanday qilsak bo'la? Meninggo yar ba'si yuqori o'rgatib o'qitgan ba. Biroq yezimizda to'liq o'rta maktab bo'lmasa, noyada o'qisak sal qolaysiz bo'lib qolarmi?
Ammo nemili qilmayli. Balamizni cho'qim o'qitimiz. Sizmi bilasiz, bu ikkinchi balamizni qanday sharoitlarda, qanday arzularda o'qitdik. Hech bo'lmasa do'konni amda ochmayli, ijara berayli. Men etizeriqning ishini qilay. Siz qurilish, loyichilik ishlar bo'lsa-mu tepib ishlang. Mushundaq qilmasak, bir balani o'qitib, bir balamizni davoltamaymiz. Men shundoq o'ylagan. Lekin siz etis eriqning ishlariga yetishib bo'la olasizmi? Xotirjam bo'ling. Ayni yillarda qanday jafolarni tatmagan deysiz? O'taq, o'tash, yer sug'urish ishlari nimidi? Xotirjam ish o'qishing. Men yetishaman. Ma'qul. Men bu gaplarni anglab shunchalik bearam bo'ldim. Chunki mening kasal bo'lishim ota-onamni haqiqatan harg'izib qo'ygan edi. Shunga men ko'p o'ylanib, otam bilan opam etizning kelishiga, ularga akamning o'qishi uchun menga urg'izayotgan dori o'kullarni to'xtatayli demoqchi bo'lib, opamni chaqirdim. Biroq opam meni gap qilg'ili qo'ymadi. Ha, balam qo'sqing ochdimi? Seni yolg'iz tashlab qo'ydik balam. Tushdan keyin etizga bormasammi bo'ladi? Zerkib ketdingmi? Yo'q opa, men shu radio anglab. Ha, yaxshi bo'pti balam. Sen radio anglag'ach to'ramsa. Men hozirla sen amroq polo yetib beray. Opam herib ketganiga qaramay, yana aldirab qo'llarini yuyib, tamoqqa tutindi. Men bo'lsam, ichimdagi deyilmay qolgan gapni ichimga yutib, chonqur birini tanib qo'ydim. Ham tamoqdan keyin hammaylan bor chog'da ondan bu gaplarni dey deb o'yladim.